Assalomu alaykum avtoshaharliklar, texnik ishqibozlari, sog'mislar, sog'monmislar, Nexia 2 olaman degan aka-ukalar, tezda olib qo'yinglar o'rtoqlar. Mana tayyor, xudo xolasa, yengil asijit qilingan aka. Dokumentda muammo yo'q deyaptilar. 2014-yil ma'lumotni yetkazib o'rtoqlar. Nexia 2 2014-yil prostoy Euro variant aka. Rasxodi yo'q deyaptilar. Yengil asijit bo'lgan, suyagi butun mashinani deb aytyaptilar. 353 ming kilometr yurgan, 100 talik temir gaz balon, Mercedes qo'yilgan, dokumentida muammo yo'q deb aytyaptilar. Xullas, rasxod yo'q ekan mashinada, ishga tayyor. Andijon viloyati Izboskan tumanida turibdi. Dokumentida muammo yo'q deb ma'lumot beryaptilar. 3600 ning kelishtirib beraman deb aytyapti o'rtoqlar. Mana ko'ringlar, bozorda ham o'zim ham obzor qildim. 4000, 4500 shunaqa bo'yatibdi. 3600 ga yengil asijit bo'lgan Nexia 2 2014-yil. Yili ham unaqa 2011, 2010 emas, mana tayyor ekan o'rtoqlar. Olib qo'ymasanglar bo'lmaydi, har doim bunaqa chiqmaydi. Video pastda telefon raqamlari bor o'rtoqlar. Tepadagisi O'zbekiston nomeri, agar pastdagisi mana WhatsApp, Telegram nomeri aloqaga chiqaverasiz o'rtoqlar. Bemalol aloqaga chiqib olib qo'yinglar, sotilib ketmasa. Har doim bunaqasi chiqmaydi. Shu sizlarda ham sotiladigan mashina texnikalar bo'lsa, tepada raqam murojaat qilsanglar menga minglab odamlar ko'radi, ancha odam sotib tashadi. Sotganlar yana chiqaryapti. Pulini mana shunaqa qilib yo'lda qilib aytsanglar, o'rtoqlar turmaydi, ko'pchilik sotib tashadi. Buyurtma beringlar, chiqaraveramiz a. Aka-ukalar, ko'p vaqtlaringizni olmayman. Tayyor Nexia 2 3600 ozgina kelishtirib beraman deyaptilar. Bu yog'ini endi olib qo'yinglar. Nexia 1lar ham 3000, 3200 bo'yatibdi. Buni 3006 kelishtirib beraman deyaptilar. Gazni bosib olinglar mana. Qo'shimcha